Tungi kapalaklarga borganingizdan so'ng siydik yo'llaridan suyuqlik kelishligi, yiring kelishligi bu urutilit kasalligining alomatlari. Urutilit sabablilari gonoreya, xlamidия eng ko'p uchraydiganlari, kamdan kam uchraydiganlari ureoplazma, megaplazma va gormonal vaginaliz kasalliklari. Ba'zi bir holatlarda gerpes ham urutib chaqiradi. Xo'sh doktor, endi nima qilishingiz kerak? Endi esa do'stim shifokor ko'rigiga uchrab, siydikning birinchi porsiyasi topshiriladi. Ba'zi bir holatlarda mazok tahlillarni olib, aynan sizda qaysi infeksiya, yuqorida sanab o'tganlarimiz va boshqalar ham juda ko'p, qaysi infeksiyaligini aniqlab, shundan kelib chiqibgina to'g'ri davolash yo'lini tanlaymiz. Uy sharoitida davolasak bo'ladi. Uy sharoitida davolashga ko'pincha kasalliklarning surunkali formasiga o'tishini, kasallikni yaxshi davolamasligini va muammolar ketmaslikka olib kelishligi mumkin. Muammolarni to'liq vaqtida davolamasak, bu bora-bora epidemiologik infeksion kasalliklarga olib kelishligi va bepusht holatlarga ham olib kelishligi mumkin. Shuning uchun o'z salomatligingiz bilan o'ynashmasdan shifokor ko'rigiga borib, bu kasallikni davolashingizni maslahat beramiz.